KTG tekshiruvi qanday holatda o'tkaziladi? KTG shifokor uchun qanday ma'lumotlar beradi? Kardiotokografiya homiladorlikning qaysi muddatidan keyin qo'llanilishi kerak? Kardiotokografiya bu homiladorlik davrida o'tkaziladigan tekshiruv usuli hisoblanadi va bu ona qornida homilaning ahvolini baholash uchun ishlatiladi. KTG tekshiruvi bir vaqtning o'zida homilaning yurak urishlari sonini va bachadonning qisqarishlari sonini aniqlash imkoniyatini beradi. KTG tekshiruvi qanday holatda o'tkaziladi? Bunda homilador ayol yotgan holatda yoki yarim o'tirgan holatda bo'lishi zarur. Ikkita dachka onaning qorniga, bittasi homila yurak urishi aniq eshitiladigan joyga va ikkinchisi bachadon tubiga o'rnatiladi. Va 20-40 minut davomida bu o'tkazilgan tekshiruv qog'ozga fiksatsiya qilinib, yozib chiqarib berish imkoniyati mavjud. KTG shifokor uchun qanday ma'lumotlar beradi? Birinchisi bu bazal yurak qisqarishlari sonini aniqlash. Bu normada 110 dan 160 gacha minutiga qisqarishlar soni normal holat hisoblanadi. Ikkinchisi bu homilaning yurak urishlari sonining tezlashishi, akseleratsiya deyiladi. Uchinchisi detseleratsiya, homila yurak urishlari sonining pasayishi va variabillik. Variabillik bu normada yurak qisqarishida, yurak funksiyasida kuzatiladigan normal o'zgarishlarni yozib olish imkoniyatini beradi va aynan ularni yozilgan grafik ko'rinishdagi tasviriga qarab shifokor tomonidan xulosa chiqariladi va homilaning ahvoli qoniqarli yoki unda gipoksiya belgilari mavjud yoki yo'qligi aniqlab olinadi. Agar homilaning yurak urishi sonida noxush holat aniqlanadigan bo'lsa, bunda albatta shifokor tomonidan tezkor aralashuvlarni talab qilishi mumkin. Kardiotokografiya homiladorlikning qaysi muddatidan keyin qo'llanilishi kerak? Homiladorlik muddati 22 haftadan keyin biz KTG apparatini qo'llashimiz mumkin, lekin ko'pincha 32 haftadan keyin va tug'ruq paytida qilingan kardiotokografiya tekshiruvi bizga ko'proq ma'lumot beradi va bu ma'lumot biz uchun asosli hisoblanadi. Homiladorlik davrida KTG tekshiruvi kamida 40 minut davomida tekshirilishi lozim. Tug'ruq davomida esa bu tekshiruv kamida 20 daqiqani tashkil qilishi kerak va ana shundagina biz o'zimiz uchun ishonchli ma'lumotni olishimiz mumkin. Qachon KTG normal hisoblanadi? Bu holat ko'pincha bola uxlayotgan bo'lsa, ya'ni ona qornida homila uxlayotgan vaqtida yoki homiladagi turli xil patologik o'zgarishlar kuzatilganda yoki onasidagi mavjud ayrim kasalliklar, ayrim patologik holatlar natijasida ham KTG qoniqarsiz hisoblanishi mumkin. Bunday vaziyatda qanday bir-biridan farqlab olishimiz kerak? Agar homila uxlashi natijasida KTGdagi o'zgarishlar sodir bo'layotgan bo'lsa, homiladorni aktivlashtirish va bu kuzatuvni 1 soatdan ortiqroq davomli yoki bo'lmasa bu tekshiruvni biroz vaqtdan keyin qayta tekshiruv o'tkazishimiz lozim bo'ladi. Shuningdek, tug'ruq jarayonida KTGdagi patologik o'zgarishlar kuzatiladigan bo'lsa, kuzatilgan zahoti biz shoshilinch chora ko'rishga emas, balki o'tkazish sharoitini o'zgartirishga, ya'ni homiladorning vaziyatini o'zgartirishga, unga homilaga ichki reanimatsiya choralarini o'tkazishni boshlashimiz zarurdir. Bular nimalardan iborat? Vena ichiga infuziya qilish, 500-1000 ml miqdorda vena ichiga infuzion terapiya o'tkazish, ayolga namlangan kislorod berish va holatini aktivlashtirish natijasida ham bu patologik o'zgarishlar o'z joyiga, normaga qaytishi mumkin. Agar bunday holatdan keyin ham ayolda KTGdagi patologik o'zgarishlar joyiga qaytmasa, normaga qaytmasa, demak bu bizdan shoshilinch chorani talab qiluvchi holat hisoblanadi. Ya'ni homilaning o'tkir gipoksiyasining belgisi hisoblanadi. Agar hurmatli homiladorlar, agar siz homilangizni ahvolini bilmoqchi bo'lsangiz, nafaqat UZI diagnostika, balki KTG apparati orqali ham bu ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Bu tekshiruvdan o'tish uchun sizni Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy amaliy markazi Xorazm filialida kutib qolamiz.